Ko'rib turibsizlar, gaz turbasi bor, lekin uni o'zi yo'q. Kichik kunida uyda isitish zarur. Lekin bu muammo emas, bemalol teploidealda bunga chiroyli, ideal yechim bor akalar. Hozir mana Fayzulla akamizning xonadoniga kelganmiz. Teploidealdan kachor xarid qilishgan bir qator ma'lumotlarni olamiz. Fayzulla aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, mana shuni taqib olsak, ovozingizni yaxshiroq eshitirish uchun aka odamlarga. So'lingiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi aka? Mana teploidealdan kachor xarid qilsiz aka, qanaqa holatda u? Ungacha qanaqa bo'lgan holat? Mana xarid qilgandan keyin uy issiqmi, holat yaxshimi? Qanaqa ishlayapti bir odamlarga ko'rsatish uchun aka. Mehmon bo'lib keldi aka, xudo xolasa aka. Rahmat. Bir ko'ramiz. Faqat ko'ramizmi kachorlar aka, bir xonadonni ham aka. Yo'l boshlasangiz aka, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa uylarimiz issiq aka. Ko'ngildek bo'ldimi, isyaptimi aka? Yaxshi. Fazil aka, qancha xonadonimiz bor aka? Necha kvadrat joyimiz bor aka? Hatta bir mana shu tomonimiz bir 100 kvadratdan oshiq, 150 kvadratcha bor. 150 kvadrat atrofida joyda isitayapsiz hozir, teploideal kachorlarda aka. Isitayapti. Aha. Qanaqa ko'mir ishlatyapsiz aka, sir bo'lmasa? Biz qozoq ko'mir. Qozoq ko'mir ishlayapti. Aha. Necha puldan olyapsiz kilosini aka? Odamlarga qiziqda bu narsa. Shikirgilikdan olib kelyapman, skilatidan 1430 so'mdan olib keldim. 1430 so'mdan ishlatyapmiz, ha? Qozoq ko'mir asosan. Qozoq ko'mir, hali. Aha. Kachorxonamiz bog'da. Kachorxonamiz mana. Isitishlari yaxshi. Xo'jona, xo'jotalar o'tirishib issiqqina xudo xolasa. Bolalar yayrab, bemalol futbolkada o'tirsa bo'laveradimi uyda axir aka? Ha, bemalol, yaxshi endi. To'g'ri. Aha. Yaxshi, mana yonishlari mana. Ha, ochiq oydin aka, nimaligi yo'q, batda odamlar uchun qiziq bundan. Shuning uchun hali xolisona fikringiz aka. Ahamiyat qilasizlar. Bura modelimizdan qo'yishgan akalarimiz 20 kilovatlik 200 kvadratgacha bemalol ko'taraveradi misol uchun. Bitta yonishini ko'rsanglar, yonyaptimi aka hozir? Yo'q, bismillah. Xo'jalasa bitta yonishini ham ko'rsatib qo'yamiz. Hozir ancha bo'libdi, zapravka qilganimiz o'tib pasayib qolibdi. Kecha qilganman. Ha, kecha zapravka qilgan bo'yingiz misol uchun. Bo'ldi aka. Ko'mirlik uchun bir sutkadan oshiqqa yetyapti, bemalol. Bitta zapravkamiz qanchaga yetyapti aka? Bir sutka 24 soatga bitta zapravka yetyapti aka. Kechasi turib ko'mir solyapsizmi aka? Bitta zapravka necha kilo aka bitta zapravkamiz? 35 kilo. 35 kilo endi. 35 kilo ko'mirni solyapmiz. Aytman 35 kilo. Ha, yo'q, o'sha bir sutkaga yetyapti bemalol aka. Ha, juda ham zo'r aka. Ma'qulmi axir aka? Ha, xudoga shukr. Nima sababdan aka bizdan kachol oldingiz aka? Shu o'rtog'imiz olgan ekan, shu tavsiya qilib menga mana o'zi ko'mir kato'l olaman deb qidirib yurdim. Olgan ekan, o'rtog'imiz tavsiya qildi, shuni endi oldim, mana ishlatyapmiz. Adashmabsizmi aka tanlovda aka? Ma'qulmi kacholimiz? Ko'ngildagi aka. Bo'ldi, ma'qul yo'q, tavsiya qilamizmi aka qolganlarga aka? Ha, endi tavsiya qilamiz. Xudoga shukr. Biz foydalandik, mana yaxshi. Bo'ldi aka. Katta rahmat sizga. Shunchalik yo'q demadingiz aka. Ovora qildik, uning zo'r aka. Rahmat aka. Bemalol sizlar ham teploidealga aloqa qilsanglar ham bo'ladi. To'liq garantiya dastavkalargacha qilib beramiz.